olsangiz, inshaalloh hayotingizda ko'p katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bugun o'z aslida hech narsa qila olmasligingizni yoki qo'lingizdan aksincha biror bir narsa kela olishini isbotlaymiz. Mana shu qalam. Shu joyingizda turib, Zakariyo qalamni yerga tushirishga harakat qilib ko'ring. Telekinez degan narsa bor. Narsalarga masofadan ta'sir etadi. Tushdek. Tushadimi? Harakat qilib ko'ring, ehtimol o'xshab ketadi. Qoramizda avliyolar bor deb bilmasmiz. Harakat qilib ko'ring, tushishga. Tushirolmaysam, endi turing o'rningizdan. Keling, oling, yerga tashlang sekin. Ana tushdi. Nima degani bu? Odam o'tirib olib, hech narsa qilmasdan o'zi dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Nimalardir yomonlab, kimlardir ayblab, kimlardir ustidan mag'za ag'darmoqchi bo'lib, o'tirgan joyida hech narsa qilmasdan butun dunyoga o'zgartirishga, islohot qilishga da'vogar bo'ladi. Yo'q. Agar siz bitta joyda qimirlamasangiz, bor yo'g'i bitta qalamga kuchingiz yetmaydi, bo'lmasa jonsiz narsa. Shu narsani bir holatdan ikkinchi holatga o'zgartirishga qurib yetmagan odam o'zini o'zgartirmasdan butun boshqa atrofidagi ayolidir, ota-onasidir,